9-do'zax. Do'zaxlarning eng xavflisi, eng kuchli iblislar joylashgan joy. U yerda cheksiz janglar bo'ladi. Eng kuchlisini aniqlash uchun Anaqasiga sen. Sening kuching haqida do'zaxlardan mish-mishlar yuribdi. Rostdan ham sen 9-do'zaxdan mish-mish qiladigan darajada kuchlimisan? Seni bir zarbada yezib tashlayman. buyuk iblis Zarks. Qanday katta gapirish? Buyuk iblis Balak. Ha, bu hech qanday katta gapirish emas. Nima? Mayda cho'ydalar. Ha, bu yetadi. Men 9-do'zaxning eng kuchli iblisiman. Men cheksiz kurashlar ortida. U hukmdor edi. Undan foydalanilgan 10,000 yildan so'ng qayta tug'ilgan o'yinchi. Oh mening qirolim, sizning oldingizga sodiq qulingiz keldi. Siz allaqachon barcha do'zaxni boshqaryapsiz. Qanday yuqori kuch, men ularni bitasini yengdim qirolim. 9-do'zaxni jasadlarga to'ldirdim. Men ularni hammasini azobladim. Bu sizning kuchingizni barcha do'zaxga yoydik. Iblis qiroli g'azabda. Qanday? Hammasimi? Men bo'linadi joyda 10,000 yildan beriman. Flash bilan va kundalik narsalar. Lekmanda hamma narsa bor. Buyuk iblis qiroli Kanvu. Siz ochmisiz? Bizda zo'r narsa bor. Taom tayyorla. Xo'p, Buyuk iblis qiroli siz uchun maxsus. Biz sizga doim xodiqmiz va eng yaxshisini ravo ko'ramiz. do'zax bir balosi. Kirish tarjima qilinmaydi. Juda mazali. Men buni yemayman. Kechiring. Xohlamasangiz yemang qirolim. Bu narsa qanday jirkanch va dahshat. Yeyman. Men xohlayman. Mazali kimchi. Biz qirol taomni kelamiz. Ha, qizil rangda go'sht. Yo'q, unda qon taom turadi. Sizning raqibingiz go'shtdan tayyorlangan kimchi. Siz ayting, biz albatta qilamiz. Kimchi bunday emas. Jinlarning ovqatga tushunchasi boshqacha. Ular uchun ovqat. Bu ularning mag'lub bo'lgan raqibi. Siz ayting. Biz qilamiz, qirol. Kimni yeyishni xohlaysiz? Ey ahmoq, men animeni to'z qirolga obuna bo'lishni xohlayman. Ey qirolim, biz tushunmagan narsamizni qila olmaymiz. Biz siz bilan kuchlimiz. Iltimos meni kechiring. Ahmoq, meni eshit. Hech bo'lmaganda bu ahmoqlar yelik
aziz qirolim. Do'zaxning eng go'zal iblisi. Sevishga arziydigan menman qirolim. Qirolim. Siz, men Leyli, sizning yuragingizni to'g'irlash uchun keldim. Yetir qusoq, pashang.